Аңлаватқаныңыз yazgıcı Ayşemgül İsmail Təbəssüm qalımıdı bitken Mən bu yerdə namlıq vəhimilik əsər olub birinci qism Bək yengil təklif qılıvatsız. Bu sal qaraydigan iş emas jumu. Yaxşıroq o'ylanib beqing. Balamiz bo'lsa, nima degan yaxshi ha? Siz ona bo'lasiz, men dodi bo'laman. Buningdan katta zo'r baxt nada? Acaba siz bo'ldi qiling. Men qaror qilib bo'ldim. Bu balni hargiz tug'mayman. Bu o'zingiz yolg'iz qaror qiladigan ishmi? Men degan balaning dadisi. Bu ishda mening qaror chiqarish huquqim bordu. Ish qilib mening qarim yo'q. Cho'qim oldirib yetaman. Haddingiz emas. Jidalning mushundaq davomlashayotganiga bir hafta bo'ldi. Gulmira bilan Talat bu balni saqlab qolish yoki oldirib yetish to'g'risida fikrda birlikka kelanmadi. Bu hol har ikkisini buruqtirma qiladi. Talat izchil eg'ir besiq bo'lishga tirishchanlik ko'rsatib kelgan edi. Qarang, biz kichik bola emas. Shundaq-ku. Yo'lsizlik bilan o'zingizning gapini yo'rg'alatmang-a. Men bu balaning dadisi. Shundaq bo'lgankan, saqlab qilish fikrim yo'lliq. Acaba vujudingizda to'ralgan bu bala sizda qilchilik, onalik mehri uyg'otamidimi? To'la kitobiy gaplar bilan meni qoyil qilman demang-a. Butun jatta jamoatingiz kelib oldimda tizilib o'ltirib yolvorsin beka. Bu balni cho'qim oldirib yetaman. Shuncha qilishingizning sababini bilib baqsam bo'lamdi. Talat ochchig'ida g'al-g'al titrab tursimu, ayolning ko'nglini eritib, o'z fikriga ko'ndirish uchun amalning barcha eg'ir besiqlik bilan so'zlayotdi. Albatta bo'ldi. Sababi men tex kichik, uy tutish, bola beqish degandaklarni bilmayman. Bir qozon tomoqni o'nglab etammaydigan holimga u yoqdan to'y qilib, bu yoqdan bal tug'ib olsam, qanday boqaman? Bizga texi atili qirib, o'g'illik o'lib qolsizlar deb xabar kelmagandi. Yangi to'y qilgan bo'lgandikin, 1-2 yil erkin ozoda turmush kechirib, xohlaganimizcha yashab olib, uningdan keyin balliq bo'lsaqmi kechikmaymiz. Uninggacha menmi tamoq etish, uy tutish va boshqa ishlarni o'rganib olaman. Balliq bo'lsaqmi qiynalmayli beqib ketalayman. Talat ayolning gapining oxirigacha anglashga toqat qilolmay, g'azabdan o'tdek yenib turgan ko'zlaridan muloyimlik to'kishga tirishayotdi. Qarang Gulmira. Bu uyda siz qilib bo'lolmag'idek ish yo'q. Uy ishlarini xohlasangiz qiling. Xohlamsangiz xizmatkor taklif qilib bersam bo'ladi. Bək bo'lmasa, cho'ng uyga ko'chib berib, onamlar bilan birga turamiz. Onam balamizni obdan beqishib berdi. Bala deganni tug'ilgandan keyin ahvoli qarab boqadigan gap. Bala beqishga bir munch tayyorlik hasham-daram ketmaydi. Uning ustiga siz yolg'iz emas. Men eng muhim va eng og'ir mas'uliyatni ustimga olaman. Siz faqat balaning holidan yaxshi xabar elib, obdan qarasangiz, onalik mehringizni bersingizla bo'ldi. Shumi sizga taskelamdamdi? Ma'quldang, balamizni saqlab qolayli. Bo'lamdi? Mumkin bo'lmaydigan gaplarni deb men bilan talashmanga Talat. Qo'rsoq mening, bala mening ichimda. Tug'amdim, tug'mamdim. Buni o'zim qaror qilaman. Bu ishda gapingizni anglayolmayman. Siz qattiq tekkan bir tasdak Gulmiraning ko'zidan o't chaqnatib o'tdi. Ayol nima ish bo'lganligini anqarganda, tasdak tekkan yuzi pijildab etishib og'riyotdi. Shu bir tasdak ayolning 3 kun ochliq e'lon qilishiga sabab bo'ldi. U yemay, ichmay, yig'lab, uyga solinib yetib oldi. O'tida kuyib, suyida eqib, ming bir jafoda to'y qilgan yo'ldishi qattiq yumshoq vositalarning hammini ishlatibmi, uni qoyil qilolmayotdi. Mijoz aslidan o'sal, o'ziga ziyoda ishindigan, hamma ishda o'zining gapini gap qildigan bu ayolni qanday qilib niyatidan yondirish go'yo echilmaydigan tilsimdek murakkab bir ish bo'lib qolgan edi. 4-kuniga tong otganda ayol so'linib olgan uy ichidan sado chiqmadi. Chaqirib beqib, eshikni mushlab beqibmi, mushukning miyanglig'iga chaqliq ovozni anglamagan erning yuragi qattiq og'irdi. Nimada qilasiz? U kayniga necha qadam yondi va kuchab kelgan peti eshikni qattiq tepdi. Shu tarzda 4-5 qitim tepgandan keyin eshik qonqib ochildi. Ayol karvat ustida hushsiz yotdi.
uning sarg'aygan chiroyi, chuvilgan chochlari, ko'kirib ketgan ko'z atrofi ba'ayni o'likning o'zi edi. Faqat ko'ksining bilinmas ko'tarilib, pasayishib turishdanla tig'in nafas elayotganligi bilinib turadi. Sarang. U sarang. Talat shularni deyaladi. Ayolining bu aptini ko'rgan Talatning ro'yi chiqib ketgandek bo'lib, ching tuvilgan mushti ixtiyorsiz titraydi. Uni qutqizish kerak. Shularni o'ylab, esiga kelgan Talat ushqandek berib ayolini quchog'iga oldi va uni ko'tirib sirtqa elib maqdi. Gulmira ko'zini ochganda o'zini doktorxonada ko'rdi. Talat karvatning bir tarafida beshini sanglatguncha xiyol surib o'ltiradi. Uning ko'zlari o'ltirishgan bo'lib, saqal burutlari ko'rinarlik o'sib qolgan edi. Chechim shundoq o'ltirdingizmi? Talat ittik beshini ko'tirib uningga qaradi. Hoşunuza keldingizmi? Meni bak qo'rqitdingiz Jumo. Siz hushsiz yotqili 2 kun bo'ldi. Endi bundaq saranglik qilmang, ha? Gulmira tam tarafga qarab oldi. Meni qutqizib nima qiladingiz? Sizga men emas, bola kerak bo'lgandikin. Men o'lib ketsam, siz boshqa birisini olsangizmi o'xshashli bola tug'ib berdi-ku. Ko'nglimni qilchilik tushunmasangiz. Meni bola tug'ish mashinasi o'rnida ko'rib olsangiz, ashuna qilmay qanday qilaman? Erning ko'zlaridan bejarlik ushqunlari yelinjaydi. Siz texchi shu gapdimi? O'limning og'zidan qaytib keldingiz. Endi bo'lsa-mu hayotning qadriga yeting. Balamiz bo'lsa turmushimiz boshqacha go'zal bo'ladi. Nemishqa bularni o'ylamaydigansiz? Gulmira shartida eriga burilib, uning uyqusizlikdan qizirib ketgan ko'zlariga g'azab bilan tikildi. Bugun zodi ochiq gapingizni qiling. Ya balni oldirib yetimiz, ya bumi sizga o'lib berma. Bu qitim ochliq e'lon qilib, uyga so'lni olib yurmayman. O'limanli desam su, tok, qatnash, egizlik ish qilib, men to'sib olamaysiz. Shunga ya menga turing, ya balangizga. Erning tushanchisida ayol deginni qiladi. Ta hozirgacha bir ishni qilaman deb qolsa, zodi qilmoqcha aram topmaydi. Zodi qanday qilish kerak? Bo'pti. Xohlagingizni qiling. Talat shundoq deb asta o'rnidan turib sirtqa mangdi. U ichida 10 tag'ar har g'o'ngildagandek beoram bo'lsa-mu, ayolini deb fikrdan voz kechiyotdi. Bu gapni siz dedingiz Jumo, yinivamman. Balani tushirdigan chaqda qo'shilganlik to'g'risidagi mas'uliyatnomaga siz imzo qo'yib bersangiz bo'lmaydi. Talat joyida chippida to'xtadi. Keyniga burilib, ayoliga qaramoqchi bo'ldi. Ammo ko'z jiyaklarida lig'ildab qolgan 2 tomchi yosh uni keyniga burilishdan to'sib qoldi. Operatsiya uyiga o'zi minib kirgan ayolining xushliqiga gap to'g'ri kelmaydi. O'zi xolmagan, nomuvofiq bir paytda qo'rsqiga operida bo'lgan bu boladan qutulish shu topda uning uchun hammadan muhim va ta'xirsiz ish bo'lib qolgan. 2 oylikdan eshib ketsa, bolaning badani yetilib cho'ngishga boshlaydi. Shung u chaqda oldirib atkil bo'lmaydi. Haqiqatan tug'maydim desangiz, tezroq bir qarorga keling. Og'ritmay homil tushirimiz, bexatar, bemor hech nimani sezmaydi. Doktorning deganlari qursin. Xalat, posma kiyib, bir qitim ishlatilgan maska taqagan. Qo'liga so'lopalay kiygan ayol doktor uning butun ich bag'rini qo'chib, o'pka uchaylarini yulib olganchilik qilib, 7-8 minutda gaplashdi. Og'riq chidamay vaqirgan Gulmiraning quliqiga doktorning quruq gaplari kiratdimi? Birdan chidang, ha? Tugay dedi. Bu gap Gulmiraga hozirla jining chiqib, hamma ish tugaydi degandek bilinib ketdi. Shu xilda bir hazo haplashgan ayol doktor bir chaqda operatsiya saymonlarini yig'ishtirg'ach, Gulmiraga qaradi. Ha bo'ldi. Avaylab o'rningizdan turing. Gulmira urib chiqayotgandek og'rib turgan belini ming taslikda ruslab, o'r bo'lib o'ltirdi. Uning qo'rsqimi echishib og'rib turadi. Gulmira palini selishga tamshalgan doktorning puti yonida turgan kichik chilakka bo'yindab qaradi. Doktor, balani ko'rib baqsam bo'lamdi. Tex yetilmagan balaning nemisini ko'rsiz. Ana, ichidagisi shu. U chilakdagi qon aralash suvkan-g'u. Chilakka bo'yindab ishorat qilayotgan doktor ayol
Gülmiraga satbirini alaydi va selishqa tamshilgan so'lov palini yaxshilab kiyib, yerdagi chilakni qo'liga oldi. Andin so'lov palaylik qo'lini chilakning ichiga tiqib, chanig'anda qiyma-chiyma bo'lib ketgan bir siqim go'shtni suzib ilib, Gülmiraning oldiga yaqin akilib, uning ko'rsatdi. Mana, obdan ko'rib eling. Balangiz mushu. Gülmiraga doktor ayol qo'lidagi qon saqib turgan go'shtni hozirla o'zining usti beshiga otadigandak tuyulib, saskinib ketdi. Uning ko'ngli ilishdi. Yondirib etishdan o'zini aran tutib, yonga qarab olgan edi. Doktor ayol uningga qarab xudunshidi. Mushundaq buldig'inini bilib ko'mang deganman. Har qancha jirgansingizmi o'zingizning bolasi? Bu gapni anglagan Gülmiraning yuragi pijjida etishdi. U mening balam deganni o'ylagan Gülmira o'zimi bilmagan holda doktorning qo'lidagi qonliq go'shtga qayta nazarini ag'dirdi. Shu chaqda doktor qo'lidagi qonliq go'shtni chilakka tashladi. Cho'ltiq qilgan ovoz bilan tang chilakdan chachrab chiqqan suvdan necha tomchisi Gülmiraning qo'liga, yuziga chachirdi. Shu aman ko'ngli qattiq bir aynigan Gülmira hushidan ketib, karvatda qiysiib qoldi. Qop-qorong'u yotoq. Atrof jimjit edi. Gülmira asta ko'zni ochib, o'zining qayerda ishkanligini ilg'i qilishga tirishayotganda, qo'lida kichik bir chilakni ko'tarib olgan oq xalatliq doktor ayol qorong'ulik ichidan chiqib keldi va so'lov palay kiygan qo'lini yana bir qo'ldagi kichik chilakning ichiga tiqib, bir siqim qonliq go'shtni oldi. Andin uni Gülmiraning oldiga yaqin keldi. Mana, bu sening balang. Ağzını aç. Balangni içinge sep qo'yay. Balangni içinge sep qo'yay. Ayol shundaq deginicha qonliq go'shtni Gülmiraning og'ziga tiqdi. Gülmira ayolning qo'llarini ittirmoqchi bo'lib yulqindi. Ammo uning put qo'llari karvatga ching bog'lab etilgan bo'lib, qancha kuchsimi bog'laqdan bo'shanolmayotdi. Qo'rqindan jini chiqayli deb qolgan Gülmira jon jahli bilan tirkashdi. Vaqirdi. Ammo ovozimi chiqmadi. Birinchi qism tugidi. Anglayotganingiz Şinjan Dilbayan Madaniyat Tarqitish cheklik shirkati ovozga ilib tayyorlagan, Ayşem İsmail tabassum qalamida bitgan vahimlik hikoya Men bu yerda. Birinchi qism tugidi. Abduri Ayşem İsmail tabassum. İkinci qism. Qo'rqindan jini chiqayli deb qolgan Gülmira jon jahli bilan tirkashdi. Vaqirdi. Ammo ovozimi chiqmadi. Ağzını aç dedim. Balangni içinge sep qo'yman. Tez aç. Tez aç. Ayol qonliq go'shtni Gülmiraning og'ziga tiqqancha go'sht yo'g'inab, bara-bara mushchilik, tavuzchilik holga keldi. Andin bir jup qo'l, bir jup put, orqadan ko'z, quloq, og'iz va burun paydo bo'lib, quloq, burun, og'izlardan qon eqishga boshladi. Qonliq go'shtga paydo bo'lgan yiliqi bir jup qo'l Gülmiraning yuzlarini mo'rlab, uning og'ziga kirib ketish uchun harakat qiladi. Ayol doktor bo'lsa, qo'l putlari pulanglab turgan qonliq go'shtni hadab uning og'ziga tiqib vaqiraydi. Balangni içinge sep qo'yman. Ağzını aç. Ağzını aç deyman. Aç. Qonliq go'sht uning og'ziga kaplanib, oxir nafas ololmay qoldi. Unda qilmang. Meni qo'yuting, o'tinib qolay. Meni qo'yuting. Tarlab suvdan suzib olgandek bo'lib ketgan Gülmira vaqirgan peti cho'chib uyg'ondi. Uning yuragi haddidan ziyoda tez so'qatdi. Asrab nafsi yetishmay qolgan edi. Yenida o'ltirib mugdab qolgan Talat ayolning ansiz vaqirishdan andikib ko'zini ochdi va uning yuzlarini siladi. Men yerinizda. Qo'rqmang. Yetish bo'lmaydi. Dahshatli qo'rqinchdan keyin ruhi chiqib ketgandek bo'lib qolgan Gülmira buning teg'i boshlanish ekanligini, buningdan keyingi kunlarning teg'imi dahshatli qo'rqinchlar ichida davom qildiganligini o'ylabmi baxmagan edi. Qon shuq qo'llar bilan qon temib turgan bir siqim go'shtni ko'tarib,
ko'zlaridan soğuq nur chachirtib qarab turgan oq xalatliq ayol har yon midirlab bara cho'ngiyotgan bir mushchilik qonliq go'sh. Ichidagi qon aralash suv hamisha lappangshib chayqilib turadigan kichik chelak. Mana bular uning xiyolidan, ko'z oldidan, qo'rqinchdan neri bo'lmaydi. Gulmira uyga qaytirib kelindi. Balasini tushirish jarayonida ziyoda og'riq tortib olganligi, uning ustiga bakli qo'rqib ketganligi tufaylidan salomatligi xeyli nacharlab qolgan bo'lib, chiroyi sarg'ayib, jimg'ur, odam va gap xolimas bo'lib qolgan edi. Talat uningga ko'proq hamroh bo'lishni o'ylaydi. Biroq xizmat, turmush g'ami uni hamisha Gulmiradan ayirib talog'i so'raydi. Shanba yakshanbalik dam ilishlarini oxirlashtirgan Talat haftaning birinchi kuni atdiganda ishga ketdi. Yolg'iz qolgan Gulmira stakandagi qaynoq suvning sovishini kutgach, asta ko'zlarini yumdi. Oradan qanchalik vaqt o'tdikin, biraylan uning yanida midirlab yurgandek bo'ldi. Orqadan qandaqdir bir qo'l shira ustidagi qaynoq suv ilingan stakanni ilib Gulmiraga uzatdi. Gulmira eranishmayli stakanni ilib qaynoq suvni ichmoqchi bo'ldi. Ammo stakan ichidagisi qaynoq suv emas, balki qansiq purab turgan liq bir stakan qon edi. Gulmira birda hayron bo'lib, birda qo'rqib titirgan holda o'ziga stakan uzatgan qo'lning egisiga qaradi. Qo'lning egisi 2 yoshlar chamizdiki, butun badandan qon soqib turgan qip yalang'och kichik bola uningga qarab kulib turadi. Gulmira vaqirgan peti qo'lidagi stakanni balaga atdi va kayniga dojib karvatning to'riga berib oldi. Shu chog'da balaga zuvon kirdi. U qon temib turgan qo'llarini uningga uzatib, qadam yaqinlab kelmoqda edi. Ana! Menga yaqin kelma. Voyjon, yaqin kelma. Gulmira vaqiraydi. Qo'rqib, butun a'zoyini ter bosatdi. Baladan yiroqlashishni o'ylaydi. Ammo shuni xohlagan siri joyiga mixlinib qolgandek qimir qilolmaydi. Balaning qo'li Gulmiraga yetay deganda u chachrab o'rnidan turib, talog'i o'zini otdi. U eshikning sirtiga chiqib bo'lib, keyniga burilib qarab edi. Balaning qo'llarini so'zib, taytanlig'incha o'zini iz besib qo'g'lab kelganligini. Balaning qadamlari ostida qonliq put izlari qolganligini ko'rdi hamda qattiq chaqirg'incha o'yliga qarab yugurdi. Sirtda yomg'ir yig'iyotdi. Gulmira eshikdan chiqib, o'ylining o'ttirda to'xtadi. Qo'g'lab kelyotidi degan uqum kallasida agib yurgan Gulmira yoshurni bilish kerakligini o'yladi va o'ylining o'ng tarafiga joylashgan ombar uyga qarab yugurdi. To'risdagi lampochkasi qachonlardadir kuyib ketgan ombar uy qop-qorong'u edi. Bu yerda uni hech kim ko'rmaydi. Ammo bu yer uningga to'limi surlik, mudish bilinib ketdi. U döpildab so'qiyotgan yuragini tinglab, necha minut jimjit turdi. Qo'rqinchi asta pasayishga boshlaganda ombar uyga tafsiliy ko'z yugurdi. Bulungu dövlab qo'yilgan koni yotgan ko'pila. Necha yillar ilgari ishlatgan, uyga parvoy o'rnatilgandan beri tashlanib qolgan mashkonaylar. Koni sanduq, chiniqacha, yeshik, kitob, kiyim-kechak. Gulmira yo'linib turgan eshik urildi. Uning yuragi eg'iziga tiqilib, qaytadan qo'rqinch ulashdi.
u g'al-g'al titirguncha yuragini chin qamallab eshikdan neri ketdi. Eshik shu tarzda necha qitim urilgandan keyin jimib qoldi. Gulmira tevish chiqarmaslikqa, amalning baricha o'zini tutib olishga tirishib turadi. To'satdan kichik bolaning yig'lagan ovozi anglandi. Ovoz dal mushu ambar uyning qaysidir bir bulingdan kelayotgan bo'lib, intayin yangroq va chiqroq edi. Gulmira olqonlar bilan quliqini itib, ko'zlarini yumib oldi. Ammo shu hamon quloq tubida boyiqi bolaning ovozi jaranglab, barbara yiqinlab keldi. Ana! Qo'rqindan jonpini chiqqan Gulmira qo'llarini qo'yib etib, ko'zini ochgan edi. Yiliqi bolaning ko'z oldida uning qo'llarini tanglab yig'lab turganligini ko'rdi. Dahshatli qo'rqinchga bardoshlik beramagan Gulmira chiqirg'incha hushidan ketib yiqildi. Ishdan tushib kelib, Gulmirani hech yerdan topamagan Talat butun qo'ri va uylarni oqtirib chiqib, oxiri uni ambar uyda yiqilib qolgan yerdan topdi. Gulmira to'nglab tugilib qolgan bo'lib, titirki hozirgacha besilmagan edi. Gulmiraning qo'lini tutib o'ltirgan Talatning chiroyidan chorsizlik, bechorlik, echinish aralashib ketgan alam ifodasi to'kilib turadi. U ayoliga nima deb tasalli berishni, uning azobini, qo'rqinchini qanday qilib yengillatishni bilmay qiynaladi. Bir nuqtaga tikilib o'ltirgan Gulmira o'z-o'ziga gap qilayotgandek to'limi past ovozda so'zlayotdi. Ambar uyning lampochkasini almashtirib qo'ying. Ammo Talat uning gapini aniq angladi. Ma'qul. Sal turib almashtirib yetay. Arini yana sukut bosdi. Gulmira bo'lib o'tgan ishlarning o'ngi yoki xiyoli ekanligini bilmaydi. Bilishni xohlaydi-yu, o'ylagan sir qo'rqinch besib, oxirgacha o'ylashga jur'at qilolmaydi. U yostiqqa yulinib, ko'zlarini yumdi. Yaqinlab kelayotgan bola. Uning putlari ostidagi qonliq iz. Qon. Yig'i ovozi. Ana, ana, ana. 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 Gulmira xiyoldan cho'chib ko'zini ochdi. Balkim lampochka almashtirg'il chiqib ketgan bo'lsa kerak, Talat endi yo'qtiradi. Yolg'iz qolmaslik kerak deb o'ylagan Gulmira karvatdan seyrilib tushib, sapma kiyishni kiyib sirtqa mangdi. Eshik oldiga kelganda birsi qara degandek bo'lib, ittik kayniga burilib karvatga qaradi. Karvatdagi oppoq kirlikda tehi boyli Gulmira o'ltirgan joyda qip-qizil qon turadi. U qo'rqinchdan titirganicha darrov ko'zini og'dirib, ishki yo'tisiga, putlariga qaradi. Uning yo'tilari qon edi. Putlarini bo'ylab eqiyotgan qon yerga yeyilib, doirasi kengayib beriyotdi. U mag'dursizlanib, ishga yo'linib qoldi. Ishik tutqichini qamallagan qo'liga issiq suyuqlik yo'qishgandek bo'lib edi, darhol qo'lni tortib olib qaradi. Uning qo'limi qip-qizil qonga melangan edi. Qo'rqinch dashtidan titirguncha nima qilarini bilmay turganda, yana shu yig'i ovozi anglandi. U bor kuchini yig'ib, eshikni ochdi va sirtqa yugurdi. O'ylig'i chiqadigan eshik etik turadi. Sirtda allaqachon qorong'i tushgan bo'lib, o'ylig'i qaraydigan derazlarning ochiq turgan ustinki qanotlaridan sovuq shamol urib, pardalarni yenik lapildatib turadi. U derazaga yaqinlab kelib, yuzini deraza ayniga yiqib, sirtqa qaradi. Qorong'ulik ichidan hech nimani ilg'i qilolmay, butun diqqatini yig'ib qarayotganda,
Bədini qanğı boyalğan yılıqı yalang'och kichik bola chirqirgan peti deriza sirtidan aynakka o'zini urdi. Ondan viliqlab kulib, aynakka yomishib, yuqori o'rlashga boshladi. Gulmira dahshatli chiqirib, kayniga dojidi va qo'liga chiqqanning hammasini etib, deriza aynaklarini chul-chul qilib atdi. Unda qilmang Gulmira, o'zingizni besib eling. Sizga nima ish bo'ldi? Talatning ovozi bilan tang, boyiqi dahshatli manzira Gulmiraning ko'z oldidan lop qilib o'chdi. Ammo deriza aynaklari butunlay chiqilib, vayron bo'lgan edi. Talatning tasallisidan sal o'ziga kelgan Gulmira bo'lib o'tgan ishlarni uningga birma-bir aytib berdi. Lekin Talat na karvatdagi kirlikda, na yeda, na uning yoti va put qo'llarida qon ko'midi. Gulmira Talatning yo'q, hech qon izi ko'rinmaydi degan gapiga ishonmay, hammaga bir boshdan qarab chiqdi. Haqiqatan karvat va kirlik pak-pakiza turadi. Yerdimi, eshik tutquchidimi, put qo'llardimi qon yo'q ko'rinmaydi. Talat ayolning sochlarini purab, uni bag'riga bosdi. Xiyolingiz o'xshaydi. Oldirib o'tgan bolani to'li o'ylaverib, kallangizga kirib olgan gap. Ko'p o'ylamang. Amal bor o'zingizni ozod tuting, ha? Xiyolingizni chashmon bo'ldi. Shunda qilsangiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Yo'ldishining tasallisi ko'nglini xeli amin topqizgan Gulmira uning gaplariga quloq selib o'ltirib, asta-asta uyquga ketdi. U yana tush ko'rdi. Tushida u yilqi operatsiya uyida, karvat yinida. Oshi chog'dagiga o'xshamaydig'ini oppoq tomlar butunlay qon bilan bo'yalgan. Karvat ustida va yerda kichik bolaning kesilgan qo'l putlari chechilib turadi. Tomlardan, toruslardan, chiroq va barliq uskunlardan ayol kishining chirqirgan, to'mir asboblarining bir-biriga urilgan, buvoq balning qiyqirab shig'lagan ovozi birlashib, ajoyib qo'rqinchli shapilar anglanib turadi. Shu xilda bir minut davomlashgandan keyin ovozlar bir oz pasayib, tuyuqsiz homila tekshirish uskunasidan yurak so'qishga o'xshaydigan sado angladi. Gulmira shartda burilib, tekshirish uskunasining ekraniga qaradi. Ekranda butun badani qon bir buvoq bola o'ngdisiga yotganicha o'zining badanining go'shtlarini titib yemakda edi. Gulmiraning badanlari siyqirdi. Qandaqdir bir kuch uni operatsiya karvati yeniga ishtiratdi. U qadamlarini asta yo'tkab, bir besib, ikki besib karvat yeniga keldi. Ikkinchi qism tugadi. Anglayotganingiz Şinjan Dilbayan Madaniyat tarqitish cheklik shirkati ovozga ilib tayyorlagan, Ayşem İsmail tabassum qalamida bitgan vahimlik hikoya "Men bu yerda". Birinchi qism tugadi. Abduri Ayşem İsmail tabassum.